Chevrolet Damas O'zbekistonda eng mashhur va eng ko'p ishlatiladigan avtomobillardan biri. Bu mashina ko'rinishi bilan emas, balki foydasi bilan tanilgan. Yillar davomida u oddiy xalq, tadbirkorlar va oilalar uchun ishonchli yordamchiga aylangan. Chevrolet Damas ilk bor 1990 yillarda ishlab chiqarila boshlangan va keyinchalik O'zbekistonda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Dizayni deyarli o'zgarmagan, lekin aynan shu soddalik uni bardoshli va qulay qiladi. Tashqi ko'rinishi ixcham, katta oynalari esa haydovchiga yaxshi ko'rish imkonini beradi. Salon ichida ham hamma narsa oddiy va tushunarli. Hashamat yo'q, lekin joy yetarli. Kichik o'lchamiga qaramay, u ko'p yuk yoki bir nechta yo'lovchini bemalol sig'dira oladi. Shu sababli u savdo va xizmat ko'rsatish sohasida juda mashhur. Damas butun 8 litrli benzin dvigatelga ega. Tezligi katta emas, ammo yoqilg'i sarfi juda kam. Shahar ichida yurish uchun ayni muddao. Mexanik uzatmalar qutisi oddiy va ishonchli bo'lib, ta'miri ham arzon. Agar uni shu sinfdagi boshqa mashinalar bilan solishtirsak, Damasning asosiy ustunligi, ehtiyot qismlari arzon va hamma joyda bor. Servis muammosi deyarli yo'q.